Hayotimizda ko'p jamoat joylarida bo'lamiz. Ishxona, kafe yoki bo'lmasa kutubxonalarda. Yapon tilida qayerda nima qilaman iborasini bilish juda muhimdir. Bugun biz Minano Nihongoning 6-darsini o'zlashtiramiz. Ketdik. Konnichiwa minasan. Bugun Minano Nihongoni 6-darsini birinchi qismiga kirish qilamiz. Bugungi grammatikamizni boshlashdan oldin keling 6-darsda keltirilgan fe'llarni, ya'ni maxsus fe'llarni ko'rib chiqamiz. Hai. Ja, minasan, kore wa nan desu ka? Hai, sore wa tabemasu. Hai, tabemasu, tabemasu. Ja, nomimasu, ichmoq. Mimasu, televizor ko'rmoq yoki ko'rmoq. Suimasu. Hai. Aimasu. Kikimasu. Hai. Yana fe'llar berilgan. Yomimasu. Kakimasu. Kaimasu. Shashin o torimasu. E'tibor beramiz. Shashin surat bo'lsa, suratga maxsus fe'l kiritilgan. Torimasu fe'l kiritilgan. Mana shuni unutmaymiz. Shashin o shimasu emas, shashin o torimasu bo'ladi. Hay, sakka o shimasu. Buni darsimizning oxirida yana tushuntirib o'taman, nima uchun sakkaga shimasu fe'li keltirilgan. Hamda maxsus so'zimiz, buni eslab qolish kerak. Ohanami o shimasu. Ohanami o shimasu. Bu fe'limizning ma'nosi Yaponiyada sakura gullaganda undan zavqlanish uchun, xuddi piknik ma'nosida o'xshaydi, piknik so'ziga o'xshaydi. Sakura gullashini tomosha qilib, zavqlanish, ya'ni maxsus so'z. Ohanami o shimasu. Hana degani o'zi gul degani, to'g'rimi? Unga o qo'shimchasini qo'shgan va ohanami o shimasu. Hay. Bugungi mavzuyimiz o qo'shimchasi. Minasan, o qo'shimchasi hiragananing oxirgi harfi vo harfi olingan. O'zi aslida vo, to'g'rimi? Lekin qo'shimcha sifatida keladigan bo'lsa, biz uni o deb talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu harf so'z yasashga xizmat qilmaydi. Ya'ni yapon tilida biz shunaqa so'zni uchratmaganmiz hech qachon. Bu harfi orqali so'z yasalgan so'zni uchratganmiz. Yo'q, albatta. Faqatgina grammatika uchun xizmat qiladi va ish harakat, nima qilmoq, ya'ni nima qiladi, nima qildi savollariga javob berar ekan. Eng oson tushuntirilgan yo'li bu albatta o'zbek tilidagi n qo'shimchasini berar ekan. Masalan, hay minasan, ramen desu. Ja, ramen desu. Ramen. Hay, tabemasu, yeyman. Lag'mon yeyman. Mana shu so'zlarni biz gapga aylantiramiz. Savol beramiz. Nani o tabemasu ka? E'tibor bering, nani vo emas, nani o tabemasu ka? Ya'ni nimani yeysiz? Ramen o tabemasu. Lag'monni yeyman. Ko'rib turganingizdek, lag'mondan keyin vo qo'shimchasini qo'shasiz va yemoq fe'lini qo'shasiz. Shunda lag'monni yeyman. Yana oson qilib tushuntirilgan usullardan biri bu albatta biror bir predmetni olasiz va shu predmetning ustidan biror bir harakatni bajaradigan bo'lsak, bu qo'shimchasini predmetga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hay. Keyingi misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, nonushta, asagohan desu, minasan. Hay. Tabemasu, yeyman. Yana savol beramiz. Nani o tabemasu ka? Nimani yeysiz? Nonushtani yeyman. Asagohan o shimasu desak ham bo'ladi, tabemasu desak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam, mana bu yerda ko'rib turganingizdek tuxumni yeyman bo'ladigan bo'lsa, tamago o tabemasu. Hay. Hirugohan. E'tibor bersanglar, tushlik so'zi mana bu hiru so'zdan hosil bo'lgan, ya'ni tushlik vaqti hamda gohan qaynatilgan guruch, to'g'rimi? Ikkalovini qo'shsak tushlik so'zi hosil bo'lar ekan. Hiru gohan tabemasu. Nani o tabemasu ka? Marhamat, o'zingizlar qilib ko'ringlarchi. Hay,そうですね. Hiru gohan o tabemasu.
Bangohan. Ban so'zi bu kechki payt degani. Gohan so'zi esa qaynatilgan guruch, kechki ovqat. Bangohan tabemasu. Hay, nani o tabemasu ka? Bangohan o tabemasu. Bangohan o tabemasu. Juda oson, minasan. Hay. Tabako, tamake, suimasu, suimasu. 何を吸いますか yoki 何をしますか nima qilasiz? Tabako o suymas. Tabako o suymas. Tegami. E'tibor beringlar. Tegami so'zini agar ajratadigan bo'lsak, te bu qo'l, kami qog'oz. Ya'ni qo'l va qog'ozdan tashkil topsa, bu xat. Tegami. Kakimasu. 何を書きますか？じゃあ、皆さん、何を書きますか？手紙を書きます。手紙を書きます。はい。レポート、hisobot 書きます。何を書きますか？はい。レポートを書きます。レポートを書きます。写真、写真、写真。撮ります。maxsus fe'limiz. 何をしますか nima qilasiz? じゃあ、何をしますか皆さん。はい。写真を撮ります。写真を撮ります。はーい。ビデオ、ビデオ、ビデオ見ます。Ko'raman. Nimani ko'rasiz deb savol berib ko'ramiz. Keling. Hay. 何を見ますか？ビデオを見ます。ビデオを見ます。Ha, siz yaxshi ko'rgan shukuday so'zi uyga vazifa. Shukuday, shukuday, shukuday. Ya'ni yozaman bo'lmaydi. Ya'ni uy vazifani qilaman deydigan bo'lsak, shimas fe'lini olib kelamiz. Shukuday shimas. Ja, nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka? Shukudai o shimasu. Mana shu yerda biroz to'xtalib o'taman. Hamma sport turlariga minasan shimas fe'lini qo'yamiz. O'zbek tilida tennis o'ynamoq, futbol o'ynamoq, basketbol o'ynamoq, o'ynamoq so'zi keladi, to'g'rimi? Lekin bizni vaziyatimizda minasan tennisu o shimas, ya'ni shimas so'zi bu universal so'z hisoblanib, o'ynamoq ma'nosida ham ketadi. Basketbol o shimas, tennis o shimas, sakkar o shimas va hokazolar. Hammasi shimas fe'li bilan keladi. Hay. Sakkar o shimasu. Sakkar o shimasu. じゃあ、お花見をします. Bu, albatta bu sport turi emas. Esingizda bo'lsa, ohanami so'zi bizda maxsus sakura gulini tomosha qilish, ya'ni mana gullagan gullarni tomosha qilib piknik qilish ma'nosida hay ohanami o shimasu bo'lar ekan. Ja, keyingi qo'shimchamiz bizada de qo'shimchasi. Minasan, joy plus harakat deb yozilgan. O'tgan darslarimizda biza de qo'shimchasini ko'rib chiqqan edik sizlar bilan. Ya'ni transport qo'shimchasi de qo'shimchasi bor edi. Ya'ni basu de, hikouki de, densha de, bu de bilan mana bugungi o'tayotgan deyimizni farqi bor. Ya'ni oldida kelayotgan so'zda farqi bor. Agarda transport bo'ladigan bo'lsa ham to'g'ri deni qo'yasiz. Lekin joylarga qo'yilgan deni ma'nosi boshqa. O'sha joyda turib biz qanaqadir harakatni bajaramiz. Minasan yana bir marta aytiraman. O'sha joyda turamiz va o'sha yerni o'zida harakatni bajaramiz. Biz qayergadir ham bormaymiz. Bunda qo'shimchasi qo'yiladi. Minasan. Biz transportga o'tirayotganimiz yo'q. Biz joyda turamiz va harakatni bajaramiz. Masalan, bu bizada nima? Do'kon. Do'konda turib biz non olamiz. Doko de qayerda? Doko so'zi qayer? Deni qo'shaman.
Dokode bo'lsa qayerdan. Pan o bugungi o'tgan qo'shimcham o qo'shimchasi. Kaimashitaka qayerdan nonni sotib oldingiz? Ano misede, ana u magazindan, do'kondan sotib oldim. Desne? Ja, mana bu yerda ko'rsatilgandek velosipedda do'konga boraman. Ko'rasizlar? Bu dni vazifasi umuman boshqa. Bu de oldinda kelayotgan so'zni transport ekanligini aniqlashtirib keladi. Agarda biz do'konga ketayotgan bo'lsak, biz qo'shimchasini qo'yamiz. Ya'ni yo'nalish qo'shimchasi hisoblanadi. Minasan, shuni farqlab borib olamiz. Har doim ham joy nomlariga de yoki qo'shimchasi kelavermaydi. Ya'ni uni vazifasiga qarab biz ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Yana bir marta aytib o'taman. Agar u bu joyga ketayotgan bo'lsak, yo'nalish qo'shimchasi qo'shilsa, bo'ladi. Agarda biz o'sha joyda turib, biror bir vazifani bajarayotgan, ishni bajarayotgan bo'lsak, bizda de bo'ladi. Va savol turlari ham albatta farqlanadi. Doko bo'lsa, qayerga ketyapsiz ma'nosida, doko de bo'lsa, qayerda shu ishni bajardingiz degan ma'noda ketadi. Hay. Doko de bangohan o tabemashita ka? Qayerda kechki ovqatni yedingiz? Niva bog'. Kichkina bog'chani bizda niva deydi. Niva de tabemashita. Ya'ni bog'da yana qanday vazifalarni bajarsa bo'ladi? Niva de sakkao shimasu. Futbol o'ynasak bo'ladi. Niva de tabako suimasu. Chaksa bo'lar ekan. Ya'ni albatta sizlarga chakishni maslahat bermayman. Sog'liqqa zarar minasan. Hay, niva de tabako suimasu. Hay. Yana ko'rib chiqamiz. Doko de nani o shimasu ka? Qayerda nima ish bilan mashg'ul bo'ldingiz? Nima ish qildingiz? Ja, minasan. Joyimizning nomi Niva. Niva. Nivada bizni haligi maxsus so'zimiz sakura gullarini tomosha qilib piknik qildik desak, ja, Niva so'ziga de-ni qo'shamiz. Niva de nani? Ohanami o shimashita. Hay. Do'konimiz bor, joyimiz bor, harakat bajarilgan va biz u yerdan non hamda tuxumlarni sotib olishimiz kerak. Ikkita predmetimiz bor. E'tiborliroq bo'lamiz. Xo'p, mise, pan, tamago. Shularni bitta gapga bog'lab ko'ramiz, minasan. Misede pan va tuxumni men ulashim kerak. Pan, to, tamago. Nima uchun tamagoga o'rni qo'ydim? Chunki mana shu ikkita predmetni ustidan men hozir ish harakati bajaraman. Va to'ni nima uchun qo'ydim? Non bilan tuxumni nima qildim? Sotib oldim. Kaimashita. Ja, misede pan to tamago o kaimashita. Minasan. Hay. Ni wa uchi yoki uchi desu. Kudamono, iemo tabemasu. Uchi de kudamono o tabemashita. Uyda ish harakat joyi nima qildim? Mevalarni ustidan harakat bajardim, ya'ni ularni men yedim. Kudamono o tabemashita. Ja, bog'da o'rtoqlarim bilan mana bu ish bilan mashg'ul bo'ldim, ya'ni futbol o'ynadim deb ko'ramiz. Minasan. Bog' bizada niva, o'rtoqlar so'zi tomodachi, sakkao shimasu. Ja, minasan, o'zingizlar qilib ko'rishga harakat qilinglar. Bitta gapga qo'shamiz 3 tani. Bog', o'rtoqlar hamda futboldan gap yasingiz, minasan. Hay.そうですね。はい。庭で友達とbirgalikdaサッカーをしました。そうですね。はい。Bog', o'rtoqlar, tennis o'ynamoq. Ja, ko'ramiz, minasan. Hay.
にわで友達とテニスをしました。はい。bog' o'rtoqlar suratga tushirmoq, shashino torimasu. Marhamat, minasan. はい。にわで友達と写真を撮りました。はい。bog' には友達 ko'rishdik, aymas. Ja, minasan ko'ramiz. To'g'ri. にわで友達を会いました。はい。Keling endi biz gaplarni tuzamiz. Mana bu yer bizada ish joy harakati joy nomi va ikkita mahsulotni shu yerdan sotib olishimiz kerak. Sotib olmoq so'zi kaimas. Ja, これは eslaymiz. Bu so'zimiz nima edi? Univermak so'zi bizada katakanada yoziladigan depato. Hay, sutimiz bizada juda ham uzun so'z bo'lgan gyunyu hamda sharbat jus. Ja, depato gyunyu jus kaimasu. Shulardan gap yasaymiz. Keling, birgalikda qilib ko'ramiz. Depatoga biz de qo'shimchasini qo'yamiz. Depato de sutimiz gyunyu va deydigan bo'lsak to gyunyu to jusu so'ziga oxiriga o qo'yamiz. Jusu o nima qildim? Sotib oldim. Kaimashita. Ja, depato de gyunyu to jusu o kaimashita. Hay, minasan, yaxshi. Yana bitta. Joy nomimiz Toshokan. Hay. Hon yomimasu. Toshokanga de, honimizga o hamda yomimasu. E'tibor beringlar mana bu signal so'zimizga. Bu fe'lni zamonini o'zgartirib yuboradi. Kecha kino qilib ko'ramiz minasan. Kino toshokan. To'g'ri. De kitob. Hon ustidan ish bajaryapman. O yomimas bo'ladimi? Yomimashita bo'ladimi? Qaysi biri bo'ladi minasan? Yomimasmi, yomimashtami? Hay, so desu. O'tgan zamonda bo'lganligi uchun yomimashita bo'lar ekan bizda. Yomimashita. Ja, keyingi misolimiz joy nomi hamda qilayotgan ishimiz. Gakko. Benkyou shimasu. O'rganmoq. Masalan, yapon tilini deydigan bo'ladigan bo'lsak, gakko. Nihongo benkyou shimasu. O'zinglar qo'shimchasini qo'yib chiqinglar oralig'iga. Gakko, nihongo benkyou shimasu. Hamda mainichi so'zimiz bor bizda har kuni degan. Mainichi. Har kuni. Ja, minasan. Tanjobi yoki bo'lmasam party so'zi bor bizda bazm. Bazmda videoni ko'rdik. Hay. Party video mimasu. Party joy harakat. Video ustidan ish bajaraman. Mimasu qilingan harakat. Ja, minasan. Party de video o mimasu yoki mimashita. Hay, minasan desu ne. Keling, umumlashtiramiz darsimizni. Eslab qolamiz.
u qo'shimchasi o'zbek tilidagi ni berar ekan va predmet ustidan ish bajarilganda fe'ldan oldin qo'yilar ekan. Ikkinchi qo'shimchamiz da yoki da ma'nosida biror bir joyda ish harakatni bajarish uchun xizmat qilar ekan. Uchinchi bizada oshimas, ya'ni ni qilaman yoki sport turlari bilan qo'llanganda o'ynash ma'nosida kelar ekan. Jamila-san, shu bilan 6-darsimizni birinchi qismi tugadi. So'zlarni o'z vaqtida yodlab borishni unutmang. Agar biz so'zlarni vaqtida yodlab bormasak, albatta gaplarni tuza olmaymiz va ularni ma'nosini tushunishimiz qiyin bo'ladi. Mina-san, domo arigatou gozaimashita. Sayonara. Bugun biz joy plus harakat iboralarini o'rgandik. Bugun biz joy plus harakat iboralarini o'rgandik. Ularni mashq qilishni unutmang. Bugun biz joy plus harakat iboralarini o'rgandik. Ularni mashq qilishni unutmang. Kundalik hayotda juda muhim hisoblanadi. He know who I am, ain't had to say my name. Stack it up like Tetris, but this money